Qo'lingizni mahkam ushlang, chunki hozir yer to'xtash arafasida. Ha, to'g'ri eshitdingiz, agar yer atigi 5 soniyaga aylanishni to'xtatsa, nima bo'ladi? Bu kutilmagan to'xtash odamzodga qanchalik zarar keltiradi? Dunyoning turli burchaklarida siz nimalarni his qilgan bo'lardingiz? Va yer yana aylanishni boshlaganda u yashashga yaroqlimi bo'ladi? Siz Folam kanalidasiz. Keling, yer 5 soniyaga to'xtasa, nimalar yuz berishini birgalikda ko'ramiz. Agar sizga shunday videolar yoqsa, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yer o'z o'qi atrofida bir sutkada to'liq aylanadi. Bu bizga kun va tunni beradi. Yer 4,6 milliard yil avval shakllanayotganda, o'sha davrdagi to'qnashuvlar natijasida aylanishni boshlagan. Quyosh atrofida gaz va changdan iborat ulkan disk aylanayotganda, tosh va chang zarrachalari birlashib, sayyoramizni bitta yo'nalishda aylantiruvchi kuch hosil qilgan. Buni figurali uchuvchi ayolning tez-tez aylanib borishiga o'xshatish mumkin. Tobora tezroq va tezroq. Kosmosda esa yerni sekinlashtiradigan kuchlar deyarli yo'q. Shu sababli u milliardlab yillar davomida aylanishda davom etadi. Ammo agar yer bir zumda to'xtab qolsa, siz nima bo'lardi? Sayyora to'satdan to'xtagan taqdirda ham atmosfera harakatda qoladi. Ya'ni siz turgan joyda hamma narsa to'xtab qolgandek tuyulsa ham, kuchli shamollar esishda davom etadi. Ekvator atrofida yer eng tez aylanadi. Bu yerda shamollar soatiga 1670 km tezlikda esadi. Bunday shamol odamni oyoqdan yiqitadi. Lekin bu siz haqingizdagina emas, bu shamollar yerni qobig'ini ham yirtib tashlashga qodir. Shunday ekan, ochiq havoda bo'lishingiz yoki mustahkam po'lat binoda turishingiz farq qilmaydi. Baribir bu shamollar sizni yo'q qiladi. Bunday kuchli shamollar uylardan poydevorini sug'urib tashlaydi. Mashinalarni osmonga uchiradi. Beton inshootlarni esa archalab yuboradi. Yer favqulodda tormoz berganda hosil bo'ladigan shamollar bundan ham 3 baravar kuchliroq bo'ladi. Agar oyoq ostingizdagi qobiq parchalanmasa ham, siz va atrofdagi hamma narsa katta masofaga uchib ketadi, lekin yerdan tashqariga emas. Chunki qutulish tezligi, ya'ni yer tortishish kuchidan chiqib kosmosga uchish uchun kerak bo'lgan tezlik soatiga 40 ming kilometr. Dunyoning boshqa joylarida, masalan, Yangi Zelandiya yoki Fransiyada shamollar biroz sustroq bo'ladi, ammo baribir soatiga 1180 km tezlikda esadi. Bu esa tarixda kuzatilgan har qanday bo'rondan kuchliroq. U shamollar deyarli hamma narsani vayron qiladi. Lekin bu 5 soniya ichida siz kuzatadigan yagona xavf emas. Yer mukammal shar emas, u ekvator atrofida biroz shishgan. Bu markazdan qochma kuchlar natijasida hosil bo'lgan. Agar yerning aylanishi to'xtasa, u tezda mukammal shar shakliga kiradi. Ekvator atrofida to'plangan suv qutblarga oqib ketadi va ulkan sunami hosil qiladi. 5 soniyadan keyin yer yana o'z aylanish tezligiga qaytganda suv orqaga qaytadi. Natijada suv devori hamma narsani 2 marta uradi. Bu haqiqiy ofat bo'ladi. Ehtimol faqat shimoliy yoki janubiy qutb yaqinida yashasangizgina omon qolishingiz mumkin. Bu joylarda shamollar eng yengil bo'ladi. Endi yer yana odatdagi aylanishiga qaytgani haqida eshitib, yengil nafas olgan bo'lsangiz kerak. Ammo aytganimdek, uning ustida hech narsa qolmaydi. Barcha binolar, dalalar va texnologiyalar tanib bo'lmas darajada vayron bo'ladi. Milliardlab odamlar yoki yer yuzidagi deyarli hamma kuchli shamol zarbasidan halok bo'ladi. Shuning uchun agar siz bu apokaliptik holatdan omon qolmoqchi bo'lsangiz, yer osti bunkerini qurishni boshlang. Yaxshiyamki, yer yaqin bir necha milliard yil ichida to'xtab qolmaydi. Ha, lekin shundan avval quyosh yonib tugaydi va qizil gigantga aylanadi.